Ukam, mo'ykam bor. 220 karcherda zo'ridan kerak degan akalarimizga Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizga akalar 220 karcherlarimizni eng davlinasi baland, sifatli variantlaridan yetib keldi. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan yoritib beramiz. Bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, hoziroq omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Ko'rib turgan karcherlaring Magnat firmasiga tegishli 2 xil variantidan mavjud, 3 kilovat hamda 4 kilovat variantidan mavjud. Video davomida naporlari, sifatlari haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan karcherimiz, xo'p, Magnat firmamizda akalar 3 kilovatli original karchera bo'ladi. Ko'rib turgan karcherlaring minutiga akalar 17 litr surasot qilib beradi. Bu degani 150 bar urib beradi degani akalar, 150 bar naporda bemalol ishlash funksiyasiga ega. Komplektida akalar so'ruvchi shlang, filtrlari hamda o'zini original shlankalari mavjud. Shlankalari ham rezvali emas, shponkali, shunda bir-biriga tushadigan variantidan. Xo'p, 3 kilovat pompalari original, shu katta pompadan. Bular pompasi har xil pompaga bo'linadi. Bular eng katta releli pompa deyiladi. Bu rele ukam deyapsan-ku, bu rele nima vasfan bajarib beradi degan akalarimizga, bu karcherlarimizni ishlatadigan bo'lsalar, pistoletini qo'yib yuboradigan bo'lsalar, motori ham ishlab turadi. Bularda akalar tok rasxod qilib turmaydi. Motori ham avtomatik o'chib qoladi. Motorlar 3 kilovat misli atmosferali motorlar bilan jihozlangan, konditsator, vatlari ham juda ham katta qilib ishlangan. O'zini o'zi sovutadi. 4 xil nasatkalari bor mana. Parlatib, tochkalariga har xil nasatkalarni qo'yib turib, bemalol foydalanib ishlatsalar ham bo'laveradi. 3 kilovatli 150 davlinali karcherimizning narxi $300 obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. To'liqroq ma'lumotlarni pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bo'laverasizlar. Endi ukam bizga bundan ham kuchliroqdan bo'lsin degan akalarimizga 4 kilovatli modelimizdan yetib kelgan, xuddi shu karcherimiz 4 kilovatli modeli. Xo'p, manzilimiz Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Bu minutiga akalar 20 litr surasot qilib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Minutiga 20 litr 220 bar yozgan, lekin 200 davlini bemalol urib berish uchun mo'ljallangan. Pashti shu 380 karcherlar davlinasini beradi. 220 mizning ichida eng katta karcherimiz shu. Bundan katta 220 karcher bo'lmaydi. Bunda ham 4 xil nasatka, original qalin trosli shlanglari, so'ruvchi shlanglari komplekt holatda o'zidan chiqadi. Motori buniki ham misli, atmosferalari qalin, konditsatorlari katta konditsatordan. Narxi 4 kilovatli variantimizning narxi $400 chiqadi. Obunachilarimizga albatta chegirmalari bor. Dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Pastda nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bog'lanib chiqadigan bo'lsalar, to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Hozirgi videolarimiz 220 karcherlarimiz haqida edi. 380 karcherlarimizdan yetib keladi. Ularga ham qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Undan tashqari mo'ykalarimizga barcha turdagi pilososhlarimizdan ham, kompressorlarimizdan ham mavjud. Telefon qilib bemalol bog'lanib, butun narxlarni qilib beramiz.